Ba'zi farzandlarimiz, yoshlarimiz uchrab qoladi. Ota-onamni ta'minotlarini zo'r qilib qo'ydi, uylarini, sharoitlarini qilib qo'ydi. Zo'r xizmat qilib qo'yibman deydi. Yo'q, faqat moddiy ta'minot bilan hammasini qilib bo'lmas ekan. Ota-ona uchun bundan ham muhim kerakli narsalar bor ekan. Ular istaydigan, xohlaydigan. Bular siz bilan biz farzandlari bilan o'tirib, suhbatlashib, o'sha o'tirganimizda siz bilan bizni kichikliklarimizni eslab, yoshligimizda otamizga, onamizga qandoq erkalik qilganliklarimizni eslab, siz bilan biz farzandlarini ko'rganda yoshliklarini eslashar ekan. Ko'chadan kirib kelganda o'g'illari, qizlari qandoq kutib olganliklari, yoshlikdagi qilgan to'polonlari, yoshlikdagi sho'xliklari, mana shu birinchi so'z gapirishliklari, erkalanishliklari hammasini eslab, mana shu ota-ona farzandlarini o'tirganda shuni eslab rohatlanar ekan. Bu narsani moddiy narsa bilan, zo'r qasr uy bilan, zo'r ovqat bilan yo boshqa narsa bilan o'rnini bosib bo'lmasak. Buni faqat mana shu ota-ona farzandlar bilan o'tirganda eslab, farzandlarining yoshligini eslab, buni rohatini, mazasini ko'rar ekanda, kulishi bir chiroyli dasturxon atrofida. Shuning uchun farzandlar vaqtimizni ajrataylik. Ularga zo'r sharoit qilib berib qo'ydim, men zo'r farzandli burchimni ado etib qo'ydim emas. Ular uchun alohida vaqt ajrataylik. Ajratayapmiz-ku oshna-og'aynilarimizga, yo boshqa insonlarga kerak bo'lsa soatlab, haftada 5 kunlab, 6 kunlab yig'ilishlar, gaplar. Yaxshi farzand shuna bo'ladimi? Bir haftada oshna-og'ayni boshqa begonalar uchun haftalab, kunlab vaqt ajratadi, ota-onasi bilan haftada 1 soat birga o'tira olmaydi. Qancha bor shunaqangi farzandlar? Juda ham ko'p. Oz turg'izib, bir haftada ota-onangiz bilan qancha bir dasturxon atrofida gaplashib, suhbatlashib o'tirdingiz desa, juda ko'pchilik uyalib qoladi, hijolat bo'lib qoladi. Vaholanki hech qaysi inson, na do'stimiz, boshqa inson bizga ota-onamizchalik fidokorlik qilmagan. Ota-onamizchalik bizga ko'p vaqt ajratmagan. Lekin biz endi katta bo'lib qoldik. Endi biz vaqtimizni ular uchun vaqt ajratishga ko'pchiligimiz uyalaylik, hijolat qilaylik. Allohdan, ota-onamiz oldidan. Ularni sog'intirishlik o'zi gunoh shu farzand. Ota-ona mana shu farzandim kelarmikan? Ko'rmaganimga ancha bo'ldi deb siz bilan biz yo'limizga qarashligi o'zi ana shu farzand uchun gunoh. Eng qimmatbaho narsa nima? Insonning vaqti. Ana shu eng qimmatbaho vaqtimizni kim uchun? Eng qimmatli insonlarimiz uchun, ota-onamiz uchun ajrataylik. Alloh taolo mana shundoq bandalardan xursand bo'lar ekan. Ana shundoq bandalarni Alloh taolo ishlarini o'nglar ekan.